200 keldi. Nega tashlanib qoldi. Birinchi urmoqchi bo'ldi, urdi ham. Mol davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Farzandlar bor, otaga zor. Farzandlar bor, ota unga xor. Gap shundaki, Sirdaryoda o'z otasiga qo'l ko'tarib, uni haqoratlagan o'g'ilga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashovchi fuqaro o'z otasini har xil kurakda turmaydigan so'zlar bilan so'kib, haqoratlab ko'chaga haydab chiqargan. Uning mazkur harakati Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik sifatida rasmiylashtirilgan. Xovos tumanida yashovchi fuqaro o'zining o'rtoqlari bilan choyxonaga borib spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda o'zining uyiga kelgan. Uyda bo'lgan yolg'iz otasiga baqir-chaqir qilib, u bilan o'zaro janjallashib, shunda otasini urib, haqoratlab ko'chaga chiqarib yuborgan. Shundan so'ng ota noilojlikdan ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan. Sud majlisida o'z otasini haqoratlagan huquqbuzar esa o'sha kuni spirtli ichimlik ta'sirida bo'lganini aytib, suddan yengillik so'ragan. 200 keldi. Nega tashlanib qoldi. Birinchi urmoqchi bo'ldi, urdi ham. Sahar ko'rgacha tashqarida o'tirdim. Uyga kirolmay. Jinoyat ishlari bo'yicha Xovos tuman sudida mazkur ish ko'rib chiqilib, huquqbuzarga quyidagicha jazo tayinlandi. Sud huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topib, unga nisbatan 5 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olish jazosi tayinlangan. Sud tomonidan o'g'ilga qonun doirasida jazo tayinlandi, ammo u endi bir umr vijdon azobidan qutula olmasa kerak. O'z otasiga qo'l ko'tarib, uni xor qilgani uchun. Ular ketganda bu yangilik bizlar ostona